Safar Travel Abdukarim Mirzayev bilan hamkorlikda taqdim etadi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Muhtasham bir hikoya bilan bugun yana qarshingizdaman. To'g'risini aytsam, mana biz amallarimizni ko'rinishiga, zohiriy shakliga, uni hajmiga mahliyo bo'lamiz. U bilan maqtangimiz keladi. Ko'pchilik shunday. Ammo aslida bandani jannatga yetaklaydigan narsa bizni aqlimizga ham kelmaydigan, ya'ni aql bovar qilmaydigan darajadagi mitti, lekin chinakamiga ixlos bilan qilingan, ixlosga yo'g'rilgan bir amal bo'lishi mumkin. Bugun sizga aytib bermoqchi bo'lganim hikoya xuddi shunday. Eng mitti bir amal, ya'ni ko'rinmaydi hatto. Ammo uni natijasida bir inson jannatga kiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham bu borada ya'ni ta'kidlaganlar, ya'ni bandalar hech bir yaxshilikni xor sanamasligi, ya'ni uni kichik deb bilmasligi lozimligi haqida aytganlar. Chunki insonni oxiratda bu yuzini yorug' qiladigan yoki yorug' yuz bilan najotga olib chiqadigan amal qaysi birligini bilolmaydi. Ya'ni u bir sirdir va sirligicha qoladi ma'nosida. Endi hikoyani boshlayman. Tasavvur qiling, Saudiya Arabistonining jazirama quyoshi ostida, bu yerlar juda issiq, olovdek qizib turgan, boyagi shahardan tashqarida yoqilg'i quyish shoxobchalari bo'ladi-yu, kimsasiz ora-orada bir mashinalar keladi. O'shanaqa joyda, ya'ni hech kimning e'tiborini tortmaydigan, qanaqadir bir arzimagan bir maosh evaziga ertalabdan kechgacha tinmay kelib ketayotganlarning, begonalarning mashinalarini benzin bilan to'ldirayotgan, ularga benzin quyib beradigan oddiy bir Bangladeshlik ishchini tasavvur qiling. Uni hayoti faqat mehnat va issiqdan, jaziramadan iborat. Bu insonning qismatiga nima yozilgan bo'lishi mumkin? Bir tasavvur qiling, nima yozilgan bo'lishi mumkin? Ammo hikoyani hozir eshitarkansiz, men eshitganimda hayratlanganim hayratni siz ham his qilasiz degan ilinjdaman, umiddaman. Bir kuni uni oldiga navbatdagidek ulkan bir yuk mashinasi kelib to'xtaydi. Rulda bo'yniga xoch osib olgan Filippinlik nasroniy haydovchi o'tiribdi. Boyagi Bangladeshlik ishchi odatdagidek uning mashinasiga yoqilg'ini quyarkan, kutilmaganda birdan haydovchining yuziga qaraydi-yu, bir samimiy bir tabassum desakmi, tirjayish desakmi, ya'ni jilmayadi va boshini qimirlatib islom yaxshi deydi. Islom yaxshi deydi. Kulib buni aytadi. Haydovchi ham shoxobchadan chiqadi. E'tibor qilmaydi avval boshida. O'z yo'lda davom etadi. Ammo bu ikki og'iz oddiy so'z uni qalbida mislsiz bir to'fonni uyg'otadi. Deydiki, bu odamning
o'zi ahvoliga qarasak bir xor odam, bir zor odam, begona yurtlarda yuribdi. Holati qanday? Abgor. Hayoti qanday? Abgor. Islom senga nima berdi o'zi? Yoki u o'zidan so'ramaydi. Islom menga nima berdi o'zi deb nolishni o'rniga u odam menga qarab tabassum bilan islom yaxshi deb o'zini dinini menga maqtayapti. Bu go'yoki u menga dinini tavsiya qilyapti degan o'ylar bilan ongi o'ralashib qoladi. Bu savol va mitti bir ko'rinmas bir e'tiborsiz qoldirilishi mumkin bo'lgan bir tabassum u odamga tinchlik bermaydi. Hayotidagi butun halovatini o'g'irlaydi. Qanday qilib bu qadar xor zor yasharkan begona yurtlarda qanday qilib bunday samimiy tabassum qilish mumkin, bunday rozi taslim holatda bo'lishi mumkin, bunday baxtli bo'lishi mumkin. Qarasangiz salomiga alik olgisi kelmaydigan darajada go'yoki-da, ammo bu tug'yon, bu ichidagi to'fon uni islomga oid izlanishlar olib borishga chorlaydi. Islomni o'qishga, uni o'rganishga bir navi majbur qiladi. Nima majbur qilyapti? U ko'rimsiz birning kichik bir tabassumi va islom yaxshi deyishi. Endi o'qigan, izlangan boyagi filippinlik nihoyat Allohning hidoyati bilan haqiqatni anglaydi. O'zining hayotini o'ylaydi, ahvolini o'ylaydi, juda chatoq ekanligini ich-ichidan his qiladi. Va kunlarning birida iymon keltiradi, islomni qabul qiladi. Endi islom bilan insof ham keladi birda. Insof kelganda inson faqat o'zini o'ylanmaydi. Hech bir musulmon faqat o'zini o'ylanmaydi. U filippinlik yangi musulmon ham xuddi shunday bo'ldi. Faqat o'zi uchun emas, balki xuddi o'zini avvalgi hayotida yashayotgan, aytish mumkin bo'lsa g'aflatda yotgan, o'zini oilasi, qarindoshlari, xalqi, ular uchun ham yonishni boshladi ichidan. Bizda kuyunib ketdi deydi-yu, kuyunishni boshladi. Kuyunish hissi yashayapti ichida. Hech o'ylab o'tirmadi. Hech ham o'ylab o'tirmadi. Boyagi serdaromad ishini tashlab o'z vataniga, vatanidagi o'zini o'sha yashaydigani mintaqaga, u yerda bir 5000 xo'jalik yashaydigan uzoq bir mintaqasiga qaytib boradi. Odamlar bilan gaplashmaydi va to'g'ri o'zini qavmining boshlig'ining huzuriga boradi. Ismini va butun daromadli ishlarini tashlab nima sababdan kelganini, haqiqatni topganini va qanday topganini va xalqi ham Allohni tanimay bu dunyodan bexabar o'tib ketishidan ich-ichidan qo'rqqanini hayajon bilan, balki ko'zlarida yosh bilan gapirib beradi. Mo'minning yana bir sifati nima edi? O'ziga ravo ko'rganlarni boshqalarga ham ravo ko'rishidi. U ham endi musulmon bo'ldi, endi unda ham bu sifat bor.
Bu tabiiy ravishda ro'y beradi. Men mo'min bo'ldim, bundan keyin istaganimni boshqalarga ham istayman deb odam o'ziga ta'kidlab yurmaydi. Zotan shunday bo'lib qoladi haqiqiy mo'min insonlar. U ham xuddi shunday bo'ldi. Va uni tilidan, dilidan chiqqan bu samimiy so'zlar u qabilaning boshlig'ini qalbini bir nevi larzaga soldi. Ya'ni bundagi hayajon unga ham o'tdi. Boyagi tabassum boru, Bangladeshlikning kichkina tabassumi kattalashishni boshladi. Qalblarni larzaga solishni boshladi va bu to'lqin borgan sari kattalasha boshladi. Va u ham islomni qabul qildi. Va u butun mahalla ko'yga, qabilasiga bu buyuk haqiqatni, bu muhtasham qarorni e'lon qilganida, garchi boshida hamma tabiiyki qarsakchalik kutib olmadi. Turli xil tortishuvlar bo'ldi, boshqa bo'ldi, ammo oxir oqibat o'sha hudud aholisining 3dan 2 qismi, ya'ni minglab insonlar islom diniga kirdi. Bu hikoyaning do'stlar eng hayratlanarli va dramaga to'la nuqtasi nima desangiz shu. Jazirama quyosh ostida bir necha soniya ichida islom yaxshi deb jilmaygan o'sha kamsuqum, ko'rimsiz Bangladeshlik, bilmadim, u ishchining ulkan bir o'zgarishdan, katta bir o'zgarishdan, minglab insonlarning qalbidagi o'zgarishdan hech ham xabari yo'qdi. Ya'ni nima bo'lgandan xabari yo'q. Endi siz tasavvur qiling. Qiyomat kunida u Allohning huzuriga borganida kutilmaganda uning oldidan tog'dek savoblar, islomga kirgan minglab insonlar, ularning kelajakdagi zurriyotlari, shogirdlari va qiyomatgacha davom etadigan amallari chiqib kelaveradi. Ixlos bilan qilingan amalning eng katta va ajib belgisi inson o'z yaxshiligini qilib uni butunlay nima qiladi? Esdan chiqarib yuboradi. Inson bir yaxshilik qiladi va u qilgani yaxshilikni esdan chiqarib yuboradi. Bu haqiqiy nimaning ixlos bilan qilingan amalning belgisi shu ekan. Inson qiladi yaxshiligini va uni nima qiladi? Unutadi. Esdan chiqarib yuboradi. Ataymas. Ataylab inson hech narsani esdan chiqara olmaydi. Tabiiy ravishda. Shuning uchun bu uning nimasi ekan? Belgisi ekan. Ammo diqqat qiling. Bu ishchi yaxshiligini unutish bu haqida gap ketmayapti. U aslida qanday buyuk ish qilib qo'yganini xayoliga ham keltira olmaydi. Bundan mutlaqo bexabar yashaydi. Bu endi bilmadim buni nima deb ataysiz endi. Agar u o'sha kuni shu ikki og'iz so'zni xolis Alloh uchun qalbining eng teran tubidan ixlos bilan, chuqur ixlos bilan aytmaganida edi, Alloh
bu mittigina harakatni, kichkinagina harakatni bunday aqlga sig'maydigan darajada katta baraka bermagan bo'lardi bu harakatga. Ba'zan yillab o'qib, dissertatsiyalar, kitoblar yozib, peshqadam bo'lib, umrini shu yo'lga tikib yurgan odamlar ham bitta odamni qalbini o'zgartira olmasligi mumkin. Hidoyatiga sabab bo'la olmasligi mumkin. Bunday sharaf nasib etmasligi mumkin. Demak, hayotda amallar ularning tashqi zohiriy ko'rinishi va ularning hajmi bilan o'lchanmaskan. Balki qalbning tub-tubidagi samimiyat va ixlos bilan o'lchanar ekan. Odamlar ko'rsin, falonchi nima deydi, u nima o'ylaydi deb xo'ja ko'rsinga qilingan ulkan tog'dek ishlardan ko'ra xolis ixlos bilan qilingan kichkinagina zarra qadar amalning qadri koinotdan keng va hatto og'ir ekanini mana shu mitti tabassum va qisqa so'z bizga isbotlaydi. Bundan ortiq isbotmi kerak bizga? Shunaqa do'stlar, tafakkur qiling. Hozir aytib berganimiz hikoyadan yo'lga chiqib o'zingizni o'ylang. Gohida bir tabassum va ikki og'iz so'z yetarli ekanligiga siz ham amin bo'lasiz. Shunaqa aziz boshingiz omon, yo'llaringiz ravon, Yaratganning doimo panohida bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Safar Travel Abdukarim Mirzayev bilan hamkorlikda taqdim etdi.